Assalomu alaykum. Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Arzonchilar Optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa vobshi video syomka ham o'zgacha bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsatsalaring xudo xolasa bugun biz Saidjon akamizni qo'y fermalariga yetib kelamiz. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba 25-may 2026-yil. Xudo xolasa biz Saidjon akamizni qo'y fermalariga yetib kelamiz. Assalomu alaykum Saidjon aka. Keldim aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat aka. Bugunga xudo xolasa qo'ylar vobshi zo'rlardan chiqadi aka. Ha, xudo xolasa zo'rlardan chiqadi. Gap yo'q aka. Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilib o'zingiz chiqaraverasiz bo'ladi. Narxini ham sindiradigan qilib aytamiz. Narxi ham bugun bomba bo'ladi aka. Ha, bomba. Gap yo'q aka. Bugunga nechta partiya aka qo'ylar? Bugunga mana shu 6 dona, 7 dona so'g'lig'imiz bor. 7 dona so'g'liq bor aka. Mana obunachlar haqiqiy 7 dona arashandi toza yarishkalardan olib qo'yibdilar. Xudo xolasa bir partiya ozgina-yu sozgina deyaptilar. Xudo xolasa narxi ham chiroyli bo'ladi aka bular. Bularning ma'lumotlarini o'zingizda chiroyli qilib bering aka. Ma'lumotlarni o'zingizda chiroyli qilib bering. Ma'lumotlari Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistondan kelgan. Yoshalilar qanaqa aka bular? 7 oy 8 oylar atrofida. 7 oy 8 oylar atrofida 8 oylikdan o'tgan bo'lish kerak aka bular menimcha. Shunaqa. O'g'illar devasida o'lganmiz bizlar. Gap yo'q aka. Xudo xolasa bitta qo'chqorlar bor. Qo'shcho'rada bu qisra aka. Tayyor. Qo'chqorga tayyor o'qib qo'ygan. Qisra bular. Ha, qisqa. Akalar, mana o'zlaringning qo'chqor haqiqiy go'zalidan bo'lsa, bu yerda soni 7 dona suluvlardan bor ekan. Haqiqiy bir qo'raqli olib boqadigan variantlar bor. Seleksioner akalarimiz uchun haqiqiy ideal bo'ladigan variant. Tozasini zo'rini olib boqaman degan obunachlar uchun 7 dona tozasi mana obunachlar. Haqiqiy go'zallar. Aka, buni bo'ybaslari qanaqa? Ahmadjon. Hop, Bular bo'ylari 80 plus. 80 plyusda aka. Hali olmagan hali. Hali qo'za aka bular. Kuyagan hamma yo'q deydi. Akalar, hali 80 plyusda ekan, hali yosh oylar qo'za aka. Bular hali 2-4 borguncha ancha o'sadi, to'g'rimi aka? Xudo xolasa metrli yoradi bu qo'ylar. Ha, javob. Obunachlar mana haqiqiy 1 metrli yoradigan qo'ylardan, haqiqiy yarishgan tozalarni olib boqaman degan obunachlar uchun mana kelib shoshilib bosib oladigan joyidan. Aka, buni bo'ladigan narxida videoni ko'p cho'zish kerak yo'q aka. Bu narxlarni endi Ahmadjon qanchadan qo'yib beray? O'zingiz aytingchi. Aka, xudo xolasa narxini chiroyli qilib chiqarib beraman dedingiz. Videoda o'zingiz aytdingiz aka, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib berasiz-da bular narxini. Nech puldan aka? Bo'ladigan qilib ayting. 7,5 million so'mdan bo'ladimi? 7,5 million so'mdan? Ha. Samarqandgacha besplatni dastlabki qilib berasizmi aka? Beramiz. Gap yo'q aka. 7,5 million so'mdan hammasini bir joyga olgan obunachimiz shuna. Akalar, mana haqiqiy bosib oladigan joyidan 7,5 million so'mdan 7 dona haqiqiy toza arashandi yarishkalarni olib boqaman degan obunachlar uchun mana akalar shoshilib aloqa qilib olasizlar. Xudo xolasa zo'rlardan ekan. O'ylanmay ekrandagi nomerlarga aloqa qilib olasizlar. Haqiqiy bosib oladigan joyda. Aka, bunga bir partiya? Bunga bir partiya, Ahmadjon. Xudo xolasa obunachlar bir partiya ozgina-yu sozgina. Hop, hammasini bir joyga olaman degan obunachiga 7,5 million so'mdan telefon qilib olasizlar. Xudo xolasa kelishtirib beradilar. Hop, 7,5 million so'mdan baraka. Xudo xolasa obunachlar. Bugunga bir partiya ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib tursalang, xudo xolasa kanalda shu qo'ylarning narxi vobshi sinadi. Kanalga obuna qo'ying, hurmatli obunachlar.